hadislarda keladi, 4 marta aytsa. Hadisda shunaqa deyilgan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob desa, Alloh labbi bandam deydi. 4 marta aytasiz, so'roveringiz chiqqanicha. So'raysiz, to'xtab qoladi tilingiz. Tugab qoladi so'raydigan narsa. Yo izdan chiqib qoladi, yo tilingizga kelmay qoladi. Shunday qilib turavering. Chunki gapirishingiz shart emas. Alloh taolo nimani o'ylayotganingizni ham biladi. Nimani so'ramoqchi bo'lganingizni ham biladi. Ertaga nimani so'rashligingizni ham biladi. Faqat Robbingizni yaqin ekanligini his qiling. Odamlarning eng kuchlisi bo'lishni xohlasak, tavakkul qilishimiz kerak. Odamlarning eng badavlati, boy bo'lishini xohlasak, o'zimizni qo'limizda turgan narsaga ishongandan ko'ra, Allohning beradiganiga ko'proq ishonishimiz kerak. Odamlarning eng hurmatlisi bo'lishni xohlasak, inna akramakum indallohi atqakum. Allohdan ko'proq qo'rqaninglar, Alloh uchun hurmatliroq. Duoyimiz birodarlar mustajob bo'lishi uchun Alloh taoloning borligiga aniq ishonishimiz kerak.